Va nihoyat iOS 26 ni mana bu antenna bilan bo'layotgan muammosini haqiqiy original yechimini ko'rsataman. Bu videoni iOS 26 ishlatadigan va antennadan shunaqa aziyat chekib yurgan hamma tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Xudo xolisa manfaatli bo'ladi va решающий yechim deb qabul qilamiz. Xudo xolisa shuni mana LTE chiqib turadi, lekin antenna chiqmaydi. Telefon qilaman desa zvonok ketmaydi. Mana shu mashhur muammo anchadan beri hammani qiynayotdi. 112 ga qilsa ham chiqib ketyotdi. Bu videoni ko'rsatgan edim, lekin vaqt o'tgandan keyin yana o'z asli holiga qaytib qolyotdi. Buni yechimi qanaqa? Настройкаga kiramiz. Настройкаning pastiga tushganda Confidentialность и безопасность degan joyi bor. Shunga kirib, yana pastga tushiramiz va pastda mana bu yerda eng pastda rejim blokirovka degan joyi bor. Mana shu включенный bo'lib turadi. Odatda mana shu muammosi bor telefonlarda. Shuni kirib turib, выключить rejim blokirovka qilamiz va mana bu knopkani bosgandan keyin telefon bir marta o'chib yonadi va yongandan keyin mana shu muammo hal bo'ladi. Endi bu narsa nima deganda, men o'zim fikrimni bildiraman. Ko'pchilik masalan Wi-Fi yo'q joylarda telefonda internetdan foydalanishni xohlaydi va shu bilan birga zvonoklarga blok qo'yishni xohlaydi-ku. Masalan, onlayn o'yin o'ynayotgan bo'lishi mumkin yoki Instagram ko'rayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha vaqtda xohlaydiki, telefon jiringlamasa, bezovta qilinmasa, aviar rejimga qo'ygandan ko'ra mana shu funksiyadan yoqib qo'yish foydaliroq bo'ladi. Ya'ni hech kim telefon qilib tusha olmaydi, bezovta qilmaydi, lekin internet aynan LTE da ishlab turaveradi. Mana перезагрузка bo'lib yondi telefonimiz va mana ko'rishingiz mumkin. Hozir telefon qilib ko'ramiz. Antennalar ham chiqdi. 3G rejimda ishlayapti. iPhone 16 iOS 26.01 versiyada. Foydali bo'lgan bo'lsa videomiz markaziga kuzatib boring va mana shu videoni iOS 26 ishlatadigan barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying.